Tatuirovkasi umuman yo'q bo'lgan 4 futbolchi. Birinchi o'rindagi futbolchi ajoyib jismoniy holatda. 4-o'rin Kylian Mbappe. Jahon futbolining fenomeni bo'lgan bu yulduz tanasiga tatuirovka qildirishni tanlamagan. Fransuz wunderkindi fikricha, o'z shaxsiyati yoki iste'dodini ko'rsatish uchun tatuirovka shart emas. Uning tabiiy xarizmasi va maydondagi ajoyib o'yini afsona maqomini mustahkamlash uchun yetarli. 3-o'rin Muhammed Salah. Diniy va madaniy qadriyatlarga sodiq bo'lgan Salah har doim tatuirovkalardan yiroq yurgan. Hujumchi o'z e'tiqodiga mos, sodda va samimiy hayot tarzini tanlagan. Maydonda ham, undan tashqarida ham. Uning kamtarligi, mehnatsevarligi va sof iste'dodi uni oddiy futbolchidan ancha yuqori darajaga olib chiqqan. 2-o'rin Luka Modric. Yarim himoyaning haqiqiy ustasi Luka Modric bosiq nafislik timsolidir. Sovrinlarga boy faoliyatiga qaramay, xorvatiyalik yulduz hech qachon vaqtinchalik modaga ergashmagan. Tatuirovkasiz ko'rinishi uning zamondan tashqari obrazini yanada kuchaytiradi. U uchun futbol o'yinning eng sof shakli. Uning soddaligi esa afsonaviy barqarorlik va yuqori professionallikni aks ettiradi. Birinchi o'rinda kim bor deb o'ylaysiz?